O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet markazi 22, 23 va 24-iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayishi respublikamizning shimoliy hududlari va chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-iyunda kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja. 23 va 24-iyunda kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.